Ana qaranglarda. Bundan bak qish yaqin sovuq kunlar kelyapti. Men o'ta hijolatdaman. Chunki menda tish orasi ochiq. Qancha sovuq kelsa, skvoznak kirgizib qoladi. Men qaror qabul qildim. To'g'risi bor-ku, tish orasiga bor-ku. Katyol qo'ydirib yubormoqchiman. Qishda qiynalmayman o'shanda. Zo'r katyol joyiga kelganmiz. Holat qaynashini ko'rib, men maza qildim. Katyolni eng arzon joyini sizlarga topib qo'yganman. Ko'rib turgan katyolingiz 300 kvadratda uradi. Narxlarga keltirgan bo'lsak, to'g'risi bitta like bosing, aytaman. Narxi $1200. Vodiy bo'ylab dastlabkilari mutlaqo tekin. Bunisi ko'rib turgan katyolingiz 200 kvadratga, bunisini $1100 qilib beramiz. Bu ham dastlabkilari mutlaqo tekin. Akalar, maza olib ketdim sizlarga. Ko'rib turgan stabilizatoringiz shu katyolga ustakalar bilan rosa tortishdim. Bonus bo'ldi sizlar uchun. Manzillar aytaman, Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Tong Otor qishlog'ida, yo'lni bo'yida. Tashkil nomerlar qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqib olasizlar. Joninglar